Думаю, пассажиры, на третьем перроне продолжается посадка на шведский поезд с положением Ужгородский. Буває пасажири, на нашому пероні проводиться посадка на швидкий поїзд 44 з полученням Івано-Франківськ-Київ. Нумерація вагонів вулиць. Bilaman bu yerda oz, lekin yana ishlab jo'nataman. Yo'q. Menga pulingiz emas. Pulingiz kerak emas. Ololmayman. Meni qiynama Shabnam. Ol buni, qizimizga bu narsa olib berarsan. Nima Shabnam? Menga sizni pulingiz emas. O'zingiz keraksiz. O'zingiz. Nega uyga bora olmaysiz? Nega? Ilojim yo'q Shabnam. Bu yerda qiladigan ishlarim ko'p. Ish? Ha. Axir ish hamma joyda ham ko'p. Uyingizda ham ish yetadli-ku, Qodir aka. 35 so'mlik tomorqamiz bor. Otangizdan qolgan. Shu bog'ni o'zini qarasak ham bir ro'zg'orga yetib boradi-yu. Bu tomorqani. Tomorqa Siz meni uchun nima deb o'ylaysiz, ha? Men sizni nima uchun begona yurtlarda yurishingizni sababini bilaman. Siz menga uylanib, qishloqqa olib kelgach, oilamiz hech kimdan kam bo'lmasligini xohladingiz. Siz meni oldimda o'zingizni gunohkor his qildingiz. Ana shu hislar evaziga baxt tushunchasi, oila tushunchasi, sevgi tushunchasi badavlat bo'lish orzusi soyasida qolib ketdi. sen aybing yo'q bunda Shabnam. Aybing yo'q bunda Shabnam. Men o'zim shu yo'lni tanlaganman, tushunyapsanmi? Aybing yo'q. Men sizdan hech narsa so'ramagan edim-ku. Ha. Sen so'ramaganding. Biroq o'sha otog'ni, o'sha qishloqqa yalangyoqni orqasidan o'zing ergashib ketding deb sendan yuz o'girtmagandi. Men shunday qilarmidim? Men ularga boylikmi? Mana senlarga boylik deb ko'rsatmoqchi edim. Shu yo'lda topgan-tutganimni biznesga tikdim. Lekin hayot men o'ylaganchalik tanti bo'lib chiqmadi. To'g'ri, hozir qiylanib turibman. Lekin mana ko'rasan. Chiqib ketaman. Chiqib ketaman Shabnam. Men o'shanda siz bilan dunyoni narigi burchagiga ham ketishga rozi edim. Qodir aka, men sizni sevaman, eshityapsizmi? Butun vujudim, butun borlig'im bilan sevaman, Qodir aka. Sevaman sizni. Bo'ldi Shabnam, bilaman. Bas qilgin. Boraman. Faqat vaqti kelganda bo'laman. Orzularimiz shumida. Siz bilan qishloq hayotini o'zgartiramiz. U yerda hamma yaxshi yashashligini odamlarga isbotlay olamiz degandik. Rejalarimiz bor edi-ku, Qodir aka. Nega tushunmaysan Shabnam? Yoshlikdagi havaslarimiz o'tdi. Undan ko'ra sen meni tinch qo'y. Tinch qo'y? Ha, tinch qo'y. Qizingizni bo'yi cho'zilib qoldi. Faqat sizni so'rayapti. O'ylab ko'ring. Axir u yoqda onangiz, qizingiz. Jon Qodir aka, qishloqqa qayting qishloqqa. Yo'q. Qaytmayman o'sha qishloqqa. Bor.
Qodir qani? Enajon. Demak, kelmaydi de sezgandim. O'zim ham sezgandim. Endi nima qilamiz? Qizim, bilmasam ena boshim qotdi. Xor qildi seni u bolam. Buyam yetmagandek. Men ham oyoq qo'lingni bog'lab o'tiribman. Nega unday deysiz ena? Sizdan sira ham yomonlik ko'rmadim. Ham mendan bo'lmasa, men tug'ib o'stirgan bolamdan yomonlik ko'ryapsan-u. Nodon bola-ya. Nodon. Shunday oilani bilmadi-ya. Voy nodon. Nodon. Qo'ying ena. Kiyinmang ena. Kiyinmay bo'larkanmi bolam? Kiyinmay bo'larkanmi? Shabnam. Sendan mingdan ming roziman bolam. Endi meni qo'yaver. Bir kunimni ko'rarman. Seni bu yerlarda beva, bechora qilib olib o'tirishga haqqim yo'q bolam. Sen endi shaharga, ota-onangni oldiga ket. Bizdan ko'rmagan mehrni ulardan ko'r bolam. Nimalar deyapsiz, ena? Sizga o'g'irligim tushyaptimi? Sizni tashlab ketolmayman. Yo'q bolam, yo'q. Senlarni emas, meni senlarga og'irligim tushyapti bolam. Senlarga tushoq bo'ldim. Qafas bo'ldim bolam, qafas. Bunday demang enajon. Yolg'iz o'g'lini Xudo bexabar. Mehrsiz vatan gado qilib o'stirgan men noshudman bolam, noshud. Enajon, enajon. Menga qochib qoladi ena. Nonkor. Seni shu umidlar bilan boqqanmidim. Shu niyatlarda tutganmidim bolam. Nonkor. Enajon. Shabnam, sen endi nevaramni, dildoramni ehtiyot qil bolam. U nomard o'g'lim senlarni tashlab xoruzor qilgani bilan Xudoyim tashlab qo'ymaydi. Qani, iloho omin. Boshing toshdan bo'lsin. Tuproq olsang oltin bo'lsin bolam. Alloh qo'ysin.
Voy bolam, Ena, sizga nima bo'ldi enajonim? bolam. Men hech narsani ko'rmayapman bolam. Meni qo'rqitdimi? Xudoga tavba Meni qildim. enajon, qo'rqitdimi? Qayerdasan? Shu yerdaman enajon. Xudoga tavba. Hamma yo'q. Qop-qorong'u-ya. Men jazoimni oldim. Jazoimni oldim bolam. Shabnam, bir piyola choy ber bolam. Hozir emas. Enajon, Assalomu alaykum Oydin momo. Ha, yaxshimisiz? Ha, tuzukmisiz momo? Dimoq chog'mi dimoq? Suyak yengilmi? Assalomu alaykum boyvucha. Siz ham yaxshimisiz? Ha, ana bu olis manzillardan eson-omon shamollab keldilarmi? Haligi olis og'aylarimiz qalay ekan, ha? Biznesi Kyotoda yaxshi ekanmi? Oy, buni qarangga. Sizni kelganingizni eshitdim-u, ikkala oyog'imni qo'limga olib, yoningizga chopdim. Ha, har holda ana bu Qodir biznes bizga ham salom aytgandir, ha? O Qudrat, buncha chakaging tinmaydi-ya. Nimaga kelding? Menda ishing bormi? Ha, momo. Enamiz bizni gapga tuqqanda, Enang turdi hol kampiram gapchiydi. bo'ldi-da. Momo, yaxshi bo'ldi. Ikkingiz ham shu yerdaligingiz. Boyvucha, siz ham bu yoqqa qarang. Momo, xullas men bir ish yuzasidan kelgandim. Nima ish ekan u Qudrat? Keliningiz aytmadimi? nimani aytaman? Nima demoqchisan? Ochiqroq gapir. Unda eshiting. Ertaga men, ertaga mana bu joydan, yo'q, mana bu yerdan devor uraman, sim tortaman. Nima? Bu nima deganing bola? Shu deganim momo, shu deganim. Bekorlarni aytibsiz. Ha, boyvucha. Hoy biznesmen erik aytgandir, ha? Menga qara Qudrat. Nima demoqchi bo'layotganingni tushunmayapman. Gapni lo'nda qilib, ochig'ini gapir. Ey momo, unda eshiting. O'sha muttaham o'g'liz tomorqasini menga sotgan. Ha? Men u yerlarda yeb ichganim qoldi xolos. 5 yil qozonni atrofida aylanib yurganimga bir tiyin ham to'lamadi. Nomard! Bu tomorqa Shabnamniki, nevaramniki. Tomorqada Qodirni. Ey momo! Zakon so'rab nima qilasiz? Kerak bo'lsa o'sha nomard o'g'liz tomorqangizga qo'shib, sizni ham, keliningizni ham, nevarangizni ham allaqayerdagi o'ris xotiniga sotib yuborishi mumkin edi. Voy, bas. Voy bolam. Enajon, Hali meni boshimda bunday ko'rgiliklaring ham bormidi bolam? Nima qo'yding Qodir? bas. Sizda insof bormi? Sizda sig'irchalik, odamgarchilik bormi? Qodir bo'ychini bizdan olasizmi? Ha, men nima qilishim kerak, ha? Hech bo'lmasa 10 sotqini beringlar. Axir menda ham bola chaqa bor. Ular yeyman, ichaman, kiyaman deydi. Men nima qilishim kerak? Ha? Bu nima deganing bolam? Axir bu yerlar kimsan Sherdullo To'qsobo bobomizdan qolgan. Meni tiriklaring go'rga tiqmoqchimisan bolam? Nimalar qo'yding? Menga qarang. Shu o'rsiz o'rniga pul bersak nima deysiz? Pul? Ha, Voy, sizlar pul berasizlarmi? Ha, boyvucha, yo biznesmen eringiz belingizni baquvvat qilib jo'natdimi? Ha?
bas qiling. Keting uydan. Pulingizni olasiz. Menga qarang. Men yana kelaman. 10 so'mga 10 million tayyorlab qo'ying. Kelaman. Kelaman albatta. Kelaman. Dildora, senga nima bo'ldi? Nega yo'qdan yuribsan qizim? Assalomu alaykum momajon. Va alaykum assalom bolam. Nima bo'ldi senga? Ket oyog'imni qisib yubordi oyijon. Avvalroq aytmaysanmi? Shuni kattarog'ini olib berardim-u. Oyijon, sizni ham qiynab yubordim. Do'konda ko'rdim. Qimmat ekan. Shabnam, nariga xonaga kirib, taxmondagi tugunni olib chiq bolam. Voy baxtsizlar. Umringiz o'g'risin. Ena. Nima bu? Ha, bu o'limlikka yiqqanim bolam. Sen mana shu pullarni ol. Yo'q. Men bu pullarni ola olmayman. Xudoga shukr. Qo'ni qo'shni, mahalla, ko'y, el yurt bor bolam. O'ligim ko'chada qolmas. Meni norozi qilmay desang, mana shu pullarni olib nevaramga oyoq kiyim, usti bosh, o'zingga ham nima kerak bo'lsa sotib ol bolam. Ol, meni xafa qilma. Ol. Enajonim, hali ko'rasiz ena. Bu kunlar ham o'tadi. Sizni yaxshi ko'raman, enajon. Yaxshi ko'raman. Men ham sizlarni juda ham yaxshi ko'raman bolam. Ha, aytganday, Shabnam, shu tom orqamizni 10 sotiqni ana Qudrat mijg'ovga berib yuboraylik bolam. Bo'lmasa undan qutula olmaymiz shekilli. Yo'q. Yo'q ena. Bir qarich yerni ham bermaymiz. Boshqa ilojimiz yo'q bolam. Bor ena. Bor ilojimiz. Bu yog'ini menga qo'yib bering. Nima qilmoqchisan? Gilam to'q sehi quraman. Tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Gilam to'qish sehri dedingmi bolam? Ha enajon. Ha. Kelin, onavi omborxonada nimalar borligini bilasan-a? Yo'q ena. Kelin bo'lib tushganimda bir marta ochgan edingiz. Ha. Allaqanday ashqol-dashqollar chang bosib, isbosib yotibdi. Ha, bolam, ashqol, dashqollar. Ular qadimdan qolgan uskunalar, bolam. Ular shunchalik eskimi ena? Ha, ularni katta bobomiz Xitoydan olib kelgandi. Shunaqangi chiroyli matolar to'qir ediki, bu yog'i Buxoro, u yog'i Afg'onistondan Xitoyga doğru mashhur bo'lgan go'zal matolar to'qib sotishgan bolam. Bobolarimiz mana shu dastgohni orqasidan boy badavlat bo'lib ketishgan. Ba'zida ularni shu ko'chaga olib chiqib uloqtirib tashlay deyman-u, ko'zim qiymaydi-da. Bobolarimizni ruhidan qo'rqaman bolam. Enajon, bu uskunalarni ishlatishganini ko'rganmisiz? Ha, ko'rganman. Hovlimiz etagidagi so'rini yonida rahmatli dadam bilan amakim o'rnatib ishlatishgan edi. Men unda juda ham yosh edim. Enajon, mana shu uskunalarni olib ishlatsam maylimi? Yo'q bolam, qo'y. Ularga tegma. Men juda ham qo'rqaman bolam. Qo'rqmaydilar. U zamonlar o'tib ketdi.
Hozir zamon boshqa. Xayrajam. Zamon boshqa. Nadi oyijon? Ust-boshingni alishtirib, mashg'ulotlaringga bor. Xo'p. Baraka. Bo'ldi oyijon. Mashg'ulot tugashi bilan tez uyga boraman. Xayr. Xayr oyijon. Yaxshi bo'ling. Xayr. Hop, Fizgul, привет. Assalomu Alaykum assalom. Hormang Shabnamxon, hormang. Charchab qolmadingizmi? Aytmabsiz ham, yordam berib yuborardim. Rahmat. Shundoq menga katta yordam berdingiz. Yo'q, hali men sizga hech qanday yordam berganim yo'q-ku, Shabnam. Shuni o'zi ham yetadi menga. Rahmat sizga. Yo'q, yetmaydi Shabnamxon, yetmaydi. Yetmaydi Shabnam. Yetmaydi Shabnam. Hali hammasi yaxshi bo'ladi Shabnamxon. Mana qizingiz Dildorani ustozlari zo'r deyishyapti. Kelajagi bor deyishyapti. Shunday ekan, Dildoraga qancha yordam bo'lsa, jonimiz bilan yordam beramiz Shabnamxon. Rahmat. Umringizdan baraka toping. Yaxshilik yerda qolmaydi deyishadi Shabnamxon. Sizga bir yangilik bor. Yangilik? Ha? Qanaqa yangilik bor? Qizingiz Dildorani viloyatga Sariyevni vaynaga mana men jo'natyapman. Kecha topshiriq berdim. Sarf xarajat, hujjatlar hammasi tayyor. Ha, ustozlariga ham tayinlab qo'ydim. Endi jiddiy shug'ullanishadi. Rahmat sizga Yo'ldosh aka. Xudo xohlasa bu yaxshiligingizni albatta qaytaramiz. Ey Shabnamxon, meni viloyatda ham tanishlarim bor. Esim qursin. O'sha tanishimdan biri ertaga mehmonga kelyapti. Ovqat chiqaylik, bir mazza qilib dam olaylik dedi. Shunga sizni ham taklif qilsam, ha? Nima deysiz? Yo'q. Men bora olmayman. Uyda ishlarim ko'p. Shabnamxon, bu ish yo'lga qachon tamom bo'libdi? Ertaga yakshanba-ku. Men bora olmayman. Shabnam, biz yomon narsa o'ylamaylik. To'qqa chiqib dam olsak, buni nimasi yomon, ha? Men sizga aytdim-ku, bora olmayman deb. Shabnam, axir u katta odam. Men unga va'da berdim. Nima? Meni to'q olib chiqib beraman deb va'da berdingizmi? Demak, odamgarchilik orsizlik evaziga qilinibdi-da. Shabnam, jonim. Voyvoy! Oldindan sevganman. Voyvoy! Voyvoy! Faraz! O'zingizni bosing, Faraz! Shabnam. Sen Farazni Xudoga soldim. Ishing boshingda qolsin. Ishing bilan boshingda zor bor. Ketsang ketaver. O'zing bir kuni yalinib kelasan. Kim? Hovlida kim bor? Menman. Enajon. Shabnam, yig'layapsanmi bolam? Enajon. Enajon. Charchab ketdim. Enajon. Charchab ketdim. O'zingni qo'lga ol, bolam. O'zingni qo'lga ol. Bilib turibman, judayam qiynalyapsan. Sabr qil, bolam. Yolg'izlik kursinar. Sabr qil, qizim. Sabr. Faqat sen astoydil ishon. Nur soyada qolmaydi. Oyijon! Dildora! Dildora! Oyi! Senga nima bo'ldi? Nega yig'layapsan? Borolmas ekan.
Qayoqqa bolam? Shunday bo'lishini bilardim. Shabnam, nevaramga nima qildi? Nimaga yig'layapti? Nevarangiz viloyat musobaqasiga bora olmaydigan bo'ldi. Xudoyo tavba. Voy nimaga bora olmas ekan? Kecha borasan deyishuvdi. Ha. Bugun bormaysan deyishyapti. Oyi, endi nima bo'ladi? Dildora, hammasi yaxshi bo'ladi. Kelasi haftadan boshlab tuman markazida internatda o'qiysan. O'sha yoqda mashg'ulotlaringga qatnashasan. Faqat sen yig'lamagin. Hammasi yaxshi bo'ladi, yig'lama. Yig'lama. Shabnam, kimdir kelganga o'xshaydi bolam. Qarab qo'y. Dildora, mo'mangni ichkariga olib kel. Opa. Ikicanım. Opacan. İkican. Var mı sen Ikican? Gel. Buyur otur gel. Gel apa. Opa. Men sizlarni olib ketgan ekan. Hammasidan xabarim bor. U baribir qaytmaydi. Nima keragi bor o'zingizni aldab yashashni? Tohirjon. Biz sen bilan hech qachon sizlashib gaplashmaganmiz-ku. Siz deb gapirsang, begonalarga o'xshab qolyapsan. Opa, opajonim, yur uyga. Men seni bu yerlarda qoldirib keta olmayman. Axir yolg'iz opamsan. Yolg'iz uyayman. Yur, ketaylik. Aytaver dilingdagini Ikijon. Seni horuzor tashlab keta olmayman demoqchi bo'lding-a? Opa, haliyam ko'zing ochilmadimi? O'sha nomardni deb umringni xazon qilding. Yo'q. Men baribir sizlarni olib ketaman. Jiyanimga ham o'zim yordamlashaman. Sen bo'lsa firmamda ishlaysan, opa. Sen axir yaxshi iqtisodchisan-ku. Senday mutaxassis menga juda ham zarur bo'ladi, opa. Hamma narsang yetarli bo'ladi. Agar biz bilan birga turishni xohlamasang, o'zingga alohida uy ham olib beraman. Rahmat. Rahmat senga Ikijon. Yo'q. Men ketoldim. Haliyam qaysarliging qolmabdi-da. Ikijon. Oyim. Dadam. Opa. Oyim, dadam. Ular seni allaqachon kechirishgan. Dadam bo'lsa, opangni olib kel dedi. Yolg'on. Yolg'on gapirma. Dadam hech qachon bunday demaydi. Men sizlarday bo'la olmadim. Boshqa yo'lda. Afsus, opa. Sen ko'ra bila turib o'zingni o'tga tashlading. Ana unga ishonding. Men o'z hayotimni o'zim barpo etmoqchi edim. O'z oilamni o'zim tiklasam dedim. Tushunyapsanmi? O'zim. Yo'q, opa. Sen barpo etmading. Barbod qilding. Barbod. Men hech kim tushunmadi.
Hiç bo'lmasa sen meni tushungin. Tushungin ukajon. Tushungin. Assalomu alaykum jamoa. Bu deyman tashqarida jet mashinasi turibdi. Chatoqsiz boyvucha, chatoqsiz. Ha mayli. Pul tayyormi? Va'daga vafo deb kelaverdim. Kim bu? Nimalar deb valdirayapti? Biz valdiramaymiz aka. Bu haligi qo'shnimiz. Ha, ismimiz Qudrat. O'zlari kim bo'ladilar? Ishingiz bo'lmasin. Hay. Ha, ishimiz bo'lmasa bo'lmabdi-da. Bu kimning yerlari? Tomorqasini menga sotgan. Shuni puliga keldim. Ha, Menga qarang. Yer sizniki. Devor urasizmi? Sim tortasizmi? Xohishingiz. Faqat bundan chiqib keting. Chiqib keting deb. Ey to'xta. xo'sh, Senga qancha pul kerak? 10 million. Yaxshi, yur orqamda. Meni hech narsa qilmadim-ku, ha? Ey, senga pul kerakmi? Ha? Yur orqamda. Rostdan, yashang, yashavering. Jibingizni bananiga qurbon bo'lay. Yashang aka, raka topang. Rahmat, yashavering. Ey barakalloh. Shabnam, Lapa enajon. ukang keldimi bolam? Ha enajon. Ukam keldi. Ha, sulton suyagini xor qilmaydi deyishadi. Yaxshi bola ekan. Olib ketaman deyaptimi? Birga ketsang yaxshi bo'lardi bolam. Enajon. Bunday deymang enajon. Hech bo'lmasa siz meni Eshitaman. Bandlar. Ha, u kishi bandlar. Menga qarang. Siz yaxshisi keyingi hafta qo'ng'iroq qiling. Xo'p, mayli, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, opa. Sizga kim kerak? Menga hokim kerak edilar. Nima masalada? Kredit masalasida. Unday bo'lsa, opa, siz bankka boring. Kredit masalasini bankdagilar hal qiladi. Tegishli idoralarga boring, o'shalar hal qilib beradi. Tegishli idoralar hal qilib berishmaganliklari uchun ham shu yerga keldim. Unday bo'lsa, kutishingizga to'g'ri keladi. Bir kun ham, bir soat ham kutolmayman. Sharoit juda qiziq bo'ladi. Shoshmang, qayoqqa shoshilyapsiz? Jo'tlar tayyormi? Assalomu alaykum. Alaykum. Assalomu alaykum, Samara Shiraqovich. Tinchlikmi? Men sizni qabulingizga kelgandim. Xo'sh. Men Shabnam Mardonovaman. Kasbim iqtisodchi. Biznes rejalarim bor edi. Yarim yildan buyon bu masalani tegishli idoralarda hal qilib berishmayapti. Iltimos, mana shularni ko'rib chiqsangiz. Menga yordam bersangiz. O'zingizni bosing, ko'rib chiqamiz. Yaxshi, qani. Bilasizmi, Shabnam? Men ham iqtisodchiman. Lekin biznes loyihangiz yomon emas. Aytganda, bugun kech soat 7 da tadbirkorlikni rivojlantirish to'g'risida yig'ilishimiz bor. Siz ham keling, xotirjam gaplashib olamiz, xo'pmi? Marhamat. Rahmat sizga, Samara Shiraqovich. Menga emas, sizga rahmat. Mana shunday rejalar tuzib, qishloq hayotini yaxshilashga harakat qilyapsizmi? Demak, biz sizdan minnatdor bo'lishimiz kerak. Yig'ilishga albatta keling, kutaman. Xo'pmi? Rahmat. O'tiring.
Tumanimizda hech qanday biznes loyiha yo'q denglar. O'rol Safarovich. Eshitaman zamonashlar. Shabnam Mardonovani biznes loyihasidan xabaringiz bormi? Xabarim yo'q. Lekin mana bu janob xabardor. Bo'lajak tadbirkor bu kishining idorasiga qatnayverib umidini uzib bo'lgan, shundaymi? Ha? Yo'q, men haligi Dodirama. ko'rib chiqamiz. Qachon? Qachon ko'rib chiqasiz? Ha? Axir mamlakatimizda mana shunday sarsongarchiliklarga chek qo'yayotgan bir paytda bitta tadbirkorning murojaatini ko'rib chiqish shunchalik qiyinmi? Odamda ozgina vijdon bo'lishi kerak. Agar ishni eplay olmasangiz, marhamat, joyini bo'shatib qo'ying. Kadrlarimiz yetarli. Odamlarni bunday sarson qilish ularga nisbatan xiyonat, jinoyat. Mana shu gapimni ham qulog'ingizga quyib oling. Xo'p bo'ladi. O'tiringlar. Shabnam, biznes loyihangiz bilan bizni tanishtiring. Xo'p. Zamon Ashramovich, sport maktabi yonidagi jarlikka ko'zingiz tushganmi? Qanchadan qancha qishloqdoshlarimiz kuzda yilib chirib yotgan sabzavotlarni do'nalab ana shu jarlikka olib kirishadi. Chunki Xudoga shukr, bizda bir ko'pchilik. Mahsulot ko'p bo'lgach, uni tuman miqyosidagi bozorda sotishni iloji yo'q. Chinday jannat yerimizning mahsulotlarini isrof qilsak ularni tutmasligi. Axir shu mahsulotlarni qayta ishlaydigan zavod qurish mumkin-ku. Bundan tashqari, bog'larimizdan chiqayotgan mevalar ham shu ahvolda. Yaxshi, davom eting. Qishloq atrofida Oqtepa degan tepalik bor. Atrofi poyonsiz uzumzor. Tepalik sathi 2-3 gektar keladi. Har joy ana shu tepalik sathini biroz tekislasak kifoya. Bog'larimizdan chiqayotgan uzumlarni yig'ib, yoyib chiqsak tappa-tayyor oftob olmaymiz. Hattoki tepalik yonida mayiz qadoqlar sepib qurib qo'ysak ham bo'ladi. Bekor yotgan joydan unumli foydalansak yaxshi-ku. Demak, siz meva, sabzavotlarni qayta ishlab, konservatsiya qiladigan kichik zavod qurish taklifi bilan chiqyapsiz, shundaymi? Qarshi. Yaxshi, davom eting. Qishloq atrofida uzunligi 30 metr, eni 15 metr keladigan omborxona nurab, to'kilib yotibdi. Bir paytlar mineral o'g'itlar saqlanadigan omborxona bo'lgan. Ana shu omborxonani ta'mirlatib, motor to'qish sexiga aylantirsak deganda. To'kilgan uskunalarni o'rnatib chiqamiz. Men hisoblab chiqdim. Omborxona ichida bemalol 5 ta uskuna joylashadi. Bu uskunalar deyarli hamma xonadonda bor. Uni podaga sasak ham bo'ladi. Demak, 30-35 nafar xotin-qiz doimiy ish bilan ta'minlanadi. Mato uchun kerak bo'ladigan xom ashyo ipagini mahalliy sharoitda yetishtirsa bo'ladi. Qadim momolarimizdan qolgan bu matolarning xorijda ham bozori chaqmoq. Shabnam, sizga albatta yordam beramiz. Kelganingiz uchun rahmat. Ketishingiz mumkin. Rahmat sizga. Salomat. Xayr. Kim? Hovlida kim bor? Kim? Kim?
Kim o? Amir! Kestir yur! Yur dedim! Hani senga qarab turdim. O'sha senga o'xshagan nokas bolani boridan yo'q yaxshi. O'rgildim. Qaraya seni. Sani Oydin momoydan kechirim so'rachi. Bol kechirim so'ra. Hay, Chori bobo. Nima gap? Tinchlikmi? Tinchlik bo'lsa, shunaqa qilib kelarmidim, Oydin momo. Nimasini aytay? Men sizga nimasini aytay? Mana u nomard qarigan chog'imda sharmanda qilib o'tiribdi-da. Agar tiling taylayinga yopishib qolmagan bo'lsa, kechirim so'ra Oydin momoydan. Qo'ying Chori bobo. Qudratni urushmang. Hamma ayib menda. Meni bolamda. Meni bolam aybdor. Chori bobo. Momajon. Momo. Tavba qildim momo. Meni qarg'amang momo. O'sha kundan beri halovatimiz yo'q. Kenja bolam turolmay yotib qoldi momo. Yosh bolaning alaqsigani yomon bo'lar ekan momo. Istimasi tushmayapti momajon. Qarg'ish bolamni urib ketmasin. Qarg'amang momo, qarg'amang. Bu go'rso'xtani kechiring Oydin momo. Halol bilan haromni farqiga bormay qolishgan bular. Yo'q, Chori bobo. Men hech kimni qarg'amadim. Axir Xudo o'zimni qarg'ab qo'yibdi-yu. Bo'lmasa toydek ta'sirlagan bolam allaqayerlarda sanqib, sandiraklab yurarmidi Chori bobo. Birovni qarg'ashga holim qopdimi? Unday demang Oydin momo. Unday demang. Momajon. Meni shayton yo'ldan urdi. Mana pulingiz ham, yeringiz ham kerak emas momo. Faqat qarg'amang. Qarg'amang momo, qarg'amang. Qudrat. Jon bolam. Sen ham meni bolamni, Qodirimni qarg'ama bolam. Qarg'ama. Oydin momo. Yoshligimizda ne azob uqubatlarni ko'rmadik-a? Bir burda zog'ora non uchun ishlardik. O'rni o'rib, qirni qirardik. Nimasini aytasiz, Chori bobo? Nimasini aytasiz? Hozir odamlar orasida oqibat ko'tarilib ketyaptimi deymanda. Esingizdami? Bolaligimizda enalarimiz xirmon boshiga yetaklab borishar. Otalarimiz urushda, bizlar esa och. Ana o'shanday paytlarda raisimiz iloyo joyi jannatda bo'lib, oxirati obod bo'lgur el oqsoqoli Orif bobo qishloq ayollariga tayinlar ekan. Ertalab xirmonga kelayotib, o'zlaring ham, bolalaring ham oyoqlaringga nisbatan kattaroq kalish kiyib kelinglar der ekan. Sababi katta kalish bilan xirmon oralasang, kalish ichiga don kirib qolar ekan. Kechqurun uyga qaytgach, enalarimiz o'sha kalish ichida qolgan donlarni dasturxonga to'kib, bola baqralarga xurmo chiqarib berar ekan. Esimda Chori bobo, hammasi esimda. Ne zamonlar bo'lib o'tdi-da. Mana bugun qarang, tinchlik, xotirjamlik, to'kin sochillik.
Faqat og'irni ustidan, yengilni ostidan yurmay ishlash kerak. Kindik qoni to'kilgan vatanini tashlab, uzoq mamlakatlarga borib, qul bo'lib ishlash odati qayerdan paydo bo'ldi? Axir biz bunaqa xalq emas edik-ku. Endi ko'nglingizga kelmasin-u. Mana shu tomorqangiz ham bemalol 3 ta 4 ta ro'zg'orni qozonini qaynatadi. Shunga kuyaman-da, Chori bobo, shunga kuyib ketyapman-da. Axir uyingda imkoning bo'lib turib, allaqayerlarda sanqib, sandiraklab yurganing nimasi deyman-da. Bizniki ham shu. Allaqayoqlarga qarab, yo'rtgani yo'rtgan. Ota, qo'ying. Bo'ldi. Boladan yolchimasang qiyin ekan-da, Chori bobo. Eli yurt oldida bosh ko'tarib yurolmay qolarkansan. Gapingizda jon bor. Elning duosi yaxshi-da. El suyganni Xudo ham qo'llaydi degan gap bor. Endi gap kelganda aytib qo'yay. O'shanday qahatchiliklarda eldan duo olgan Orif boboni 2 dunyosi obod bo'ldi. Bolalari tagli, tugli. Bitta o'g'lini butun mamlakat taniydi. O'zbekiston qahramoni. Elning duosi ko'l deb shunga aytadilar. Oydin momo. Endi bu nodon bolamni kechirdingizmi? Kechirdim, Chori bobo. Kechirmay o'libmanmi? Kechirdim bolam, kechirdim. Rahmat momo. Amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Ilohim. O'sha uzoqlarda yurgan Qodirjon bolangiz ham eson omon qaytib kelib, sizga suyanchiq bo'lsin. Allohu akbar. Ilohim aytganingiz. Rahmat momo. Rahmat. Bo'pti, yaxshi qoling, Aydin momo. Yur. Tez yur. Yavash. Nankör! Nimalar qo'ydik? Qayerlarda sal qoldi? Sog'indim bolam. Sog'indim bolam. Qayerlarda sal? Nima qo'ydik bolam? Sog'indim. Shabnam. Enajon. Zo'r ish bo'ldi, Enajon. Nima bo'ldi bolam? Enajon. Kredit oldim. Zavod o'zimizda qoladigan bo'ldi. Yaxshi bo'pti bolam. Keyin haligi to'quv dasgohini ham ishlatamiz. Qishloq ayollari ishli bo'ladi. Ko'rasiz, ena. Yuzingizni ham davolataman. Yaxshi doktorlarga olib borib ko'rsataman, enajon. Ilohim, niyatingga yet bolam. Meni sendan, nevaram Dildoramdan boshqa suyanchig'im qolmadi bu dunyoda. Niyatingga yet. Aytgandek, Shabnam, Dildoramdan darak bormi? Nevarangiz Toshkentda. Respublika musobaqasiga qatnashyapti. Ilohim, yuzlari yorug' bo'lib, ilohim chiroyli bo'lib qaytib kelsin bolam. Allohu akbar. Shabnam! Qizlar! Tabriklayman!
Meni kechir Shabnam. Bilaman nomardning ishini qildim. Nonko'rlik qildim. Chunki meni yuzim yo'q Shabnam. Yuzim yo'q. Ne qizini tiriga yetim qildim. Enasini ko'zini ko'r. Senday ayolni xor qildim Shabnam. Xor qildim. Kechir meni Shabnam. Kechir. Men endi hech kimga kerak emasman. Na enamga, na qizimga, na senga kerakman. Hatto o'zimga o'zim kerak emasman Shabnam. Men hayotni boy berdim. Boy berdim. Ha. Boy berdim. Kechir meni Shabnam. Kechir. Kechir. Eshitayapsizlarmi? Nega qoqqan qozonda aytiribsizlar? Sizlarning qizingiz Dildora chempion bo'ldi. Endi bizni qishloqda ham chempion bor. Chempion bo'ldi. Dildora chempion bo'ldi. Oydin mana, qayerdasiz mamajon? Dadasi, eshityapsizmi? Qizimiz chempion bo'ldi. Sizni Dildorangiz chempion. Mamajon, Qodiringiz keldi mama. Qodirjoningiz keldi mama. Qodir keldi, eshityapsizmi mama? Qodir keldi mama. Qodiringiz keldi mamajon. Qodir. Mamam. Mama. Keldim. Keldi mama. Keldimmi bolam? Qodir. Keldim enam. Keldim. Keldim enajon. Hatta yig'altakka bog'lagan. Juda yaxshi, juda yaxshi. Hop, sen anavi dastgohni o'qinib, biroz pastga tushir. Shunga chiroyli yo'l. Juda yaxshi. Sen anavi birinchi yo'ldan qo'ygan ipayni. Hay yasha, yasha. Qani, barakalla, barakalla. Juda chiroyli bo'pti-da. Assalomu alaykum, Chori bobo. Va alaykum assalom qizim, horma. Bu deyman dastgohlarni ishlatish
haliyam yodingizda ekan-da. Qizim, shu yoshligimda rahmatli bobomni oyog'ini ostida tildirab yurardim-da. O'shanda 6 yoshmidimi? Ya, baribir yodimda. Xuddi qarayib, yasha qizim, yasha. Barakalla. Rahmat bobo. Babajon, to'g'ri qilyapsiz. Dadasi, qizingizni tabriklang. Boraqa. Dadajon. Shabnam, sen meni zimiston dunyoyimni yoritding. Mening quyoshim so'ngan edi. Sen meni quyoshimni uyg'otding, Shabnam. Quyoshim. Rahmat. Hammanglarga rahmat. Hammanglarga tashakkur. Azizlar, vatan mana shu uydan, mana shu ostonadan boshlanadi. Vatanning ertasi uchun qilingan har bir ish chin ma'nodagi qahramonlikdir. Vatanning bog'iga bir tup ko'chat ekkan inson ham, vatanning mustahkam imorati uchun bitta g'isht qo'ygan inson ham qahramondir. Bugun siz bunyodkor xalqimizning bunyodkor vakillari sifatida namoyon bo'ldingiz. Hammangizga rahmat, hammangizga tashakkur azizlar.